Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, aziz yurtdoshlar. Xudo navbatdagi obyektimizni yakunladik. Bu obyektimiz Samarqand viloyati Nurobod tumani Jon qishlog'idan bo'lyapti. Videoni jonli tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Xudo xolasa hammamizni polniy obzorini qilib, qo'ldan kelgancha tushuntirib o'tamiz. Degan rasxodlarni ham aytamiz. Xudo xolasa qani bo'lmasam razvalkadan boshlaymiz. Videoni boshlashdan oldin bittadan like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yasizlar. Videoni mana shunday hammom qildirmoqchi bo'lgan tanishlarga maksimal darajada jo'natib qo'yasizlar. Usta xizmatlarimiz butun respublika bo'ylab telefon raqamlarimiz video ostida bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa hammomimizni bir qator obzorini qilib ko'rsatishni boshladik. Yog'imiz mana razdivalka qismimiz bo'lgan. Shunday eshikdan kirganda, mana bu yoq tashqariga chiqib ketiladi. Tashqaridan eshikdan shunday kirganda, mana shunday chap tomonimizga ключатор qo'yganmiz. Bittasi svetga bo'lsa, bittasi vitichkamizga, havo tozalagichimizga, mana havo tozalagichimiz ham turibdi. Ko'rib turganinglardek. Xo'p, xonamiz to'pli pol tizimidan siydi. Ikkala xona ham, ikkala xonani alohida qilib kollektorlarga bo'lib qo'ydik. Ajoyib holatda turibdi. Nerjavika bachogimiz. Bu yerimizga bakalashga kiydirib qo'yganmiz. To'g'risi Samarqandda o'zini tagida tenni kirishkasi bo'ladi. Topa olmadik, bakalashga kiydirib qo'ydik. Xo'p, bu tomonlarimizga keladigan bo'lsak, bu yog'imizda mana shunday chiroyli shkafli rakovinamiz mavjud. Tepasida sensorli oyna. Oynalarimiz mana 3 xil tarzda svetlari yonadi. Chiroyli holatda turibdi, xudo xolasa. Xo'p, bu yonimizda kranni joylashgan. Bu tarafimizda mana bu yog'imizdan kranning asosiy suv kelyapti-da, mana shu krannidan o'tyapti. Mabodo asosiy suvni o'chirmoqchi bo'lsa, mana shu krannidan bemalol o'chirsa bo'ladi. Bu krannigimiz nima uchun deganlarga, bu krannigimiz tomda bochka bor. Shu bochkaga suv haydaydi. Mabodo svet o'chib qolsa, ammo asosiydan kelayotgan liniyada suv bo'lmaydi. Shunda mana shu krannini ochadi-da, bochkadagi suvdan foydalanishni boshlaydi. Mana shu tarzda bo'lgan sistemamiz. Bu tomonimizga mana shunday sochiq uchun kalso o'rnatganmiz. Kalsolarimiz turibdi. Fortichka qo'yilgan ekan, xudo xolasa havoni aylantirgani fortichkamiz mavjud. Bu tepada vitichkamiz ham bor. Elektriskiy motorli vitichkamiz bor. Yog'imizda tillarangli sushilka. Uyda egasiga shu tillarang yoqdi. Nikel olmoqchiligi o'zi asli tillarang, lekin ajoyib chiroyli turibdi. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha joy-joyiga qilib hamma yoqda o'zini joyiga joylashtirishni harakatini qildik. Yog'imizda bo'lsa Rezetkalarimiz ko'rib turibsizlar, mana zazimlenalik elektromontajlarimiz endi tashqaridaligi uchun shitlarimiz tashqaridaligi uchun ko'rsata olmaymiz. Elektromontajlarimizni sizlarga bir qator tushuntirib beraman. Uzo avtomatlari qo'yilgan, zazimlenalar yerga qoqilgan, kakpolojniy zazimlena bo'lgan. Mabodo aristonimiz ichidagi ten yorilsa suvdan to'k o'tkazadi, to'k bo'lib qoladi. Shunaqa to'k o'tkazib yuboradigan holatlar bo'lsa, o'zi avtomatimiz sezadi-da va bu o'tkazgan to'kni zazimlenaga yerga berib yuboradi. Uzo bu narsani sezadi-da, avtomatik o'chadi. Shunaqa sistema bo'lgan, xudo xolasa odam uchun xavfsiz bo'lgan. Bu yerimizda mana fen, soch quritgich fenlarimiz mavjud. Mana shu holatda ajoyib fenlardan o'rnatib qo'yganmiz mana. Bu yerimizga avarenniy holatda ishlatiladigan kranlarimiz, atsikayshi kran deyiladi yoki kontrol kran deydi, har xil nomlaydi. Shundan qo'yganmiz. Mabodo Aristonda biror korxor bo'lsa, bir buzilib netib qolsa, mana shu narsani shunday o'chiradi-da, butun sistemani o'chirish shart emas, shuni o'zini o'chirib turib bemalol Aristonni tozalab yoki almashtirsa bo'ladi. Royal firmasiga tegishli 80 talik Aristonimiz ajoyib holatda ishlab turibdi. Aristonimizga mana shunday obratniy klapanlar bo'ladi, o'zini ichidan chiqadi. Tushunmaganlar uchun, tushunganlar uchun bir qator eslatma. Mana shu narsani qo'ymasa Ariston garantiya bermaydi. Plus
mana shu narsani katta foydasi bor ariston portlab ketmasligi uchun. Aristonda ortiqcha bosim hosil bo'lsa, mana shu joydan suv tomchilab turadi. Portlab ketishining oldini oladi. Shunaqa holatlarda bo'lib turibdi. Xo'p, tepada vishilkamiz mavjud. Razborka qismini uchun mana 6 talik vishilkamizdan o'rnatganmiz. Bu tomonlarimizda mana rakvina yonida bitta sovun qo'ygich, bitta mana shunday stakanchilarimiz o'rnatilgan. Kir mashinamiz LG firmasiga tegishli 7 kilolik kir mashinadan o'rnatib berganmiz. Bu ham ajoyib holatda turibdi, xudo xolasa. Pollarimiz Matovi 60-60 kafellardan bosilgan. Ko'rib turganlaringizda seriya rangda bo'lgan, juda ham skronli chiqqan. Qo'ldan kelgancha chiroyli qilib bosib berganmiz. Bu tomonimizga eshikdan kirishga oppoqqina glansli kafel bosib berganmiz. Sababi ozgina mashetimizga kafel yetmay qoldi. Xo'p, bu yog'imizda mana shunday plan qilganimiz sababi bu yerda tahoratxona bo'lmagan. Tahoratxona chunki sig'madi bu xonaga. Sig'maganligi uchun mana shu joyda bemalol oyoqni yuvsa bo'laveradigan darajada qilib qo'ydik. Bu yerda tahoratni oladi-da, oxirida oyoqni bu yerda yuvib chiqib ketsa bo'ladi pastda. Mana shu holatda bo'lib turibdi. Devorlarimiz dekorativniy panel, kimlardir PVH panel deydi, kimlardir dekorativniy panel deydi. Xuddi shunday dekorativniy panel bo'ladi bular. Patologimiz Decor Plus bo'ladi. Patologimizni ham ko'rib turibsizlar mana. Ajoyib holatda, chiroyli holatda, xudo xolasa yopishtirilgan. Eshiklarimiz ham mana seriy, mana shu bir moykri deydimi, shunaqa eshiklardan o'rnatilgan. Endi ichkariga kirishdan oldin bu yerimizda ключаторimiz bor. Ichkaridan vitichka bor motorli. Bittasi svetniki, bittasi motor, asha vitichkaniki. Endi ichkarini ko'rsatib o'taman. Ichkariga shunday kirganimizda ro'parada mana shunday holatda pechkamiz o'rnatilgan. Pechkamizda mana ichiga bemalol bir 40 litr, 50 litr suv sig'adi bu yerga. Zakonning. Pechkani yoqsa suv ham isiydi. Mana bu yerdan samatok suv olib foydalansa ham bo'ladi. Misol vanna qilish mumkin oyog'ini yoki boshqa maqsadda foydalansa bo'ladi. Xo'p, pechkamizni mana shunday bu yoqdan kelgan suv bilan bemalol to'ldirsa bo'laveradi. Mana shu ko'rinishda bo'lib turibdi. Bu xonamiz esa, bu xonamiz kafel bo'lgan xonning. Devorlari reka to'qilib, gipsagardon yopishtirilib, как положенный утеплитель bo'lgan. Xonamiz patologiyu, devoriyu, poliyu hamma yo'g'i uteplit bo'lgan xullas. Chiroyli holatda termiz qilib qilingan. Devorlarimiz 60 ga 120 glansli kafellardan foydalanilgan. Pondi mana 60 ga 120 glansli kafellar. Bu yoqlarimiz pondi oq bo'lgan, bu tomonimiz qora bo'lgan. Dushovoy zonamizni qora rangli kafeldan foydalanganmiz dushovoy zonaga. Shu holatda bo'lib turibdi. Xo'p, dushovoyimiz mana ko'rib turibsizlar, neobishniy ranglarda chiroyli holatda turibdi. Ajoyib holatda, ishlashlari ham zo'r. Bu yog'imizda burchakka sovun shampun qo'yadigan oddiygina mana polka, oddiygina sovun qo'yadigan. Bu yoqda mana shu machalka yoki u narsa ilgani shunday holatda turibdi. Polimizga suv ketadigan trapimiz 80 santimetrli trapdan o'rnatganmiz. 80 santimetrli trap ko'rib turibsizlar mana ajoyib holatda, chiroyli holatda turibdi. Mana shu ko'rinishda bo'lib turibdi, xudo xolasa. Xo'p, pechkamiz mana o'tin, ko'mir, gaz yoqsa ham bo'ladi. Shunaqa narsaga moslashtirilgan. Pechkamiz turbasi mana tepaga mo'ri yasalib chiqib ketgan. Patologimiz Mayorka bo'lgan. Mana ko'rib turganlaridek fondek qop-qora Mayorkadan ishlatganmiz. Ikkita lampamiz yoritib turibdi. Mayorkamiz xudo xolasa chiroyli holatda mana pechkaligi uchun Decor Plus bo'lmaydi, shuning uchun Mayorka qilingan. Mana shu ko'rinishda bo'lib turibdi. Bu xonamizda ham bitta kanapamiz bor, fortichkamiz bor. Vitichkamiz esa bu tomonimizga o'rnatilgan. Mabodo xonaga cho'milgani kirilganda vitichkani ahvoli bemalol cho'milsa, harlanish kamroq bo'ladi. Shu ko'rinishda bo'lib turibdi. Bu xonamiz ham pollari 60 ga 60 Matovi seriy kafellardan foydalanilgan. Xo'p, bu xonamizni razmerlariga keladigan bo'lsak,
Bu xonamiz razmerlari xudo xolasa 2 ga 1.90 razmerda bo'lgan. Bu xonamiz 2 ga 1.90. Qo'ylari 2.30 razmerda bo'lgan. Nariga xonamiz 1.5 ga 2 razmerda bo'lgan. 1.5 ga 2 razmerda bo'lgan. Xudo xolasa mana shu ko'rinishda bitib turibdi. Xo'p, endi asosiysi ketgan materialiga ketgan rasxodini xudo xolasa uyda egasidan so'ramadik. Endi taxminan aytaman 25 million atrofida rasxodiga pul ketdi. Fonli xonani taxminan 25 million atrofida rasxodiga pul ketdi. Jonli tanishinglar bo'lsa, Samarqand jondan tanishinglar bo'lsa, xudo xolasa mana shu jondagi obyektimiz kelib misol ko'rishinglar mumkin. Xudo xolasa mana shu ko'rinishda bo'lib turibdi. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar bemalol. Videolarimiz ostiga bittadan like bosib, bizni doim qo'llab-quvvatlashda davom etib turasizlar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sizlar bilan men Muhammad Yusuf Mamatqulov bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.